Xudo xohlasa, Kaliforniya qizil yog'och o'chirgan biznesmen shug'ullanuvchi tadbirkorlar soni yana bir kishiga oshadi xudo xohlasa. 2026-yilda Begamiz o'zidan qilingan sof foydani. Assalomu alaykum, xotirchi Begamiz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sanamiz 17-fevral. Bizda ishlarimiz har doimgidek qizg'in do'stlar. Videomizni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Xabaringiz bor. Shu reaktorimizni kuni kecha cho'lchani ajratib olganda, cho'lchan zilli oshib ketganligi sababli ushbu yondagi reaktorga o'z qismini o'tkazgandik. Ko'plarda savol bo'ladi baribir, cho'lchanlarni reaktordan qanday ajratib olamiz? Cho'lchanlarni reaktorlardan ushbu ko'rinishda ajratib olamiz. Ustiga oziqa solamiz. Oziqani ustiga cho'lchani chiqqandan keyin yon tarafiga tashib, reaktordagi begomsani ajratib olamiz. Begomsamiz namligi hali ozroq balandligi sababli mana shunday namligini 40% gacha keltirib, keyin ilab olamiz. Ushbu ko'rinishda yoyib, ushbu traktorchamiz yordamida bir sirama haydab chiqamiz. Bugun do'stlar, Xudo xohlasa, Kaliforniya qizil yog'och o'chirgan biznesmen shug'ullanuvchi tadbirkorlar soni yana bir kishiga oshadi xudo xohlasa. Bugungi yangi hamkorimiz o'zimizni qo'shni mahallamizdan Xoliq bu bizdan Kaliforniya qizil yog'och o'chirgan xarid qilyaptilar. Uyda ozroq nuri bor dedi, shu nuridan asasa ko'paytirib begomsi yetishtirishdi. Plan qilib qo'ygan ekan. Mana hozir cho'lchanlarimizni xattalarga solib olib borib joylashtirib kiyberamiz do'stlar. Nasib xohlasa bu yilga 2027-yilda Xoliq bobomizdan bemalol Kaliforniya qizil yog'och cho'lchanlarini hamda sifatli begomslarni xarid qilsak bo'ladi do'stlar. Kecha do'stlar ushbu reaktorimizga, narki reaktorimizga yomon bo'lib qolgan tarvuzdan olib tashladik. Yomon qolgan tarvuzlarimiz cho'lchanlar uchun yaxshi oziqa. Shirasi bor tarvuzlarimiz tagida cho'lchanlarimiz yulib qolgan do'stlar. Mana shunday. Mana do'stlar. Bunaqangi shirin mahsulotlarni cho'lchanlarimiz yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Do'stlar, kimlar mana shunday Begamiz yoki Kaliforniya qizil yog'och o'chirgan biznesda shug'ullanmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat, Atbisanadagi 95 kod bilan 224 73 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Begomsamiz hamda Kaliforniya qizil yog'och o'chirganlarimiz sotuvda bor do'stlar. 2026-yilda Begamiz o'zidan qilingan sof foydani ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boring do'stlar. Har bir sotilgan Begamiz hamda Kaliforniya qizil yog'och o'chirganlarini video qilib qo'yib borishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni Begamiz hamda Kaliforniya qizil yog'och cho'lchanlari biznesmen shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz do'stlar.